Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana biz Dubayda o'sha mashina bozorida yuribmiz. Shuncha mashinani ko'ryapman, birorta bir oladigan odam yo'qda. Shunaqa mashinalarni ko'rdik, yillar davomida turganda diskalari zanglab, plastmassalari uqalanib tushyapti o'shangiz. Shu darajada odamlar mashinadan zerikkanmi batta? Umuman birorta mashinaga xaridor yo'q, bari sotuvchida. Faqat bo'sh rastalar deydi-yu. Narsa bor, oluvchi yo'q. Ammo hamma mashinadan bor ekan. BYD deysizmi, Hyundai Porter deysizmi, Jack deysizmi, Kia Bongo deysizmi, hammasidan bor ekan. Xaridorini kutishyapti-da, oladigan odam umuman yo'q ekan. Mana shu mana chang bosgan mashinalar kami 1 yil, 2 yil turgan mashinalar. Ulardan ham uzoq turganlari bor ekan, Elyorjon. Xuddi shunday. Shunaqa markalarni ko'rdim, rosti videoga olgim kelmadi. Avtoriteti tushib ketmasin. Bizda o'ta qimmat o'sha mashinalar. Batta xo'r bo'lib yotibdi, xo'rda. Даже plastmassalari chirib ketgan o'rtada turaverib, yangi mashina. Qat salafan turibdi, salafanlari ham chirib, plastmassalarini istasangiz to'kib deyapti. Mana mashinalar bozori qanaqa bo'lib yotibdi. Mana shu mashinalar hammasi xaridorni kutib yotibdi. Kim olar ekan bizni? Elyorjon, nima gaplaringiz bor bu mashina bozoriga ko'rganingizdan keyin? Bundan buyog'i mashina biznesi o'ldi menimcha. O'ldi desa ham bo'laveradi. Odamlar mashina rost olmay qo'yibdi. Bu biznesi menimcha yaxshiroq deyman. Albatta omad Dubayda uyga tikishyapti ekan. Kimga qarasangiz mashina emas, uy olgan. Keyin men Kia Bongo olganman-da o'zimizdan, Elyorjon. Aha. Nimaga oluvdim? Super kabinasini, u 3 kishilik bo'ladi, orqadacha joyi ham bo'ladi. $22,000 ga oluvdim-da, so'mda hisoblasangiz 275 million naqd sanab, to'lovlari bilan 287 million atrofida tushgan edi-da. Hozir batta ko'rdim, xuddi o'sha meni mashinam, faqat cruise control, yana nima narsalaridir bor, ichida nimalari bor, ekranlari bor. Bizga $15,200 dedimi? Yo'q, bizga yetib borishi bilan $15,200 to'xtar ekan. Yetib borishi bilan $15,200 ga deydi, o'sha chegaraga olib borib beraman deyapti. Atakbatda 14,000 atrofida ekan-a? Ha, $14,000. $14,000 ga yangisini ko'rdik. Ham motorida anchagina farq bor. Ha, motorlarda ham farq bor ekan. Keyin bitta narsa, faqat bizda rastamoshka qimmatda, baribir arzon bo'lgani bilan olib kirishda o'zimizdan qimmatlab ketadi. Shunday. Atakbatda mashina olish, bu batta ishlab topayotgan oddiy ishchi ham 1 oyligiga bemalol mashina olaverar ekan. Indamay olar ekan mashina. $2,000-3,000 ga mashinani dodasini minar ekansiz. Endi bizdagilar atak normalni mashinalar batta ham pul ekan. Misol Malibu, Kia K5larda 2,000, patolog 3,000 ga normalnisini olar ekansiz. Biz endi ko'rib, narxini talashib, gaplashib ko'rdik-da, prosta oluvchi bo'lib 3,000 atrofida bir 30,000, 40,000 yurgan, 2,015 yer bo'lib yotibdi. Necha yillar davomida qolib turgan ketgan. mashinalarda bular. Ha, sarig'ini ham ko'ring. Juda ham ko'p. Xullas shunaqa gaplar. Mayli, mana mashina bozorlarini ham ko'rsatdik qo'ldan kelgancha. Juda ham katta bozor. Juda katta bozor. Biz hozir bitta prayonni ko'rsatyapmiz-da, bunaqa aylanadigandan bir 10-15 ta bor ekan. Tugamas ekan, yuraverar ekansiz bozorning ichida. Birorta xaridor yo'q, hayronda qoldim men. Bizda ham sekin-sekin shunaqa bo'lyapti ama O'zbekistonda ham bor-ku. Shunday. Bozor, mashina bozoriga mashina qo'ygani joy yo'q xullas. O'zimizda ham ko'payib ketyapti texnika. Xullas xo'r ekan batta mashinalar. Mana sizlar uchun texnika birinchi marta mana ko'rishim. Traktorlarda. Traktorlar ham bor ekan, bular ham qo'llanib ketibdi-da. Mana qo'ldan kelgancha arzor qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.